Assalomu alaykum akalar, ukalar, uzoqdagi yaqinlar, tuzuymizlar, yaxshimisizlar? Havolarimiz isidi, mana Xudo xolasa bundan bari zo'r bo'ladi havolarimiz. Azotlarimizni olib chiqdik. Kimga azot damlash kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga kelaverasiz. Mana o'zimizning mashinamizga azot damlayapmiz. Sezon keldi akalar. Bosinglar gazini. Havosini mana tortib olyapti, kesalaring chiroyli qilib damlab beramiz. Arab bo'y. Ichida havosini chiqarib tashlab, mana havosini tortib olyapti. Shunaqa holatda tortib olinadi. Kesalarni chiroyli qilib damlab beramiz. Havosini tortib bo'ldi, uje damlashga o'tdi. Mana shunaqa azot damlash. O'tgan yili o'zimiz mashinamizga damlab yurib ko'rdik, effektini, foydasini bildik. Maza qilib yurdik. Bir xilgina azot damlasa otilib ketadi, unaqa, bunaqa deb gap gapiryapti, u bo'lmagan gap. Odamlar bir-birini ko'rolmaydi. Azot damlasang u bo'ladi, azot damlasang bu bo'ladi deydi, bo'lmag'ur gap. Damlab yurib ko'ringlar, maza qilasizlar. Sizlarga tavsiya qilamiz azotni. Azot ham oddiy havo. Oddiy havoni apparatimiz tozalab yumshoq havo qilib beradi. Shuni hisobiga yumshoq bo'ladi. Oddiy misol, uydagi suvdan hozir ko'chalarda apparatdan suv olyapmiz, yumshoq, mягкий suv. Xuddi o'sha mягкий suvni qanday ichsangiz yengil, yumshoq, toza qilib qo'yadi. Azotni ham xuddi shunday tozalab beradi. Kesalarni chiroyli qilib damlab beramiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida joylashgan Kaptarli mozor. Bu tomonimiz Tashlaq, Taqachilikdan o'tganda, Metandan o'tganda chap qo'lda joylashgan. Bu tomonimiz Marg'ilon O'ram tomonidan kelishda, 3 ta svetofordan keyin o'ng qo'lda. Kelinglar, chiroyli qilib ishlarni arzon narxlarda sifatli qilib yetkazib beramiz. Barcha turdagi diska valularimiz ham bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.